Har kuni ijtimoiy tarmoqlarda milliarderlar, qimmatbaho mashinalar va muvaffaqiyatli insonlarni ko'ramiz. Bizda ham tezroq boyib ketish, o'sha lyuks hayotga erishish istagi paydo bo'ladi. To'g'rimi? Ammo boylik ortidan ko'r-ko'rona qovush insonni qanday fojiaga yetaklashi mumkin? Bundan 100 yil oldin yozilgan, lekin aynan bugungi kunimizni tasvirlaydigan bir kitob bor. Bu Teodor Dreizerning Amerika fojiasi romani. Asar qahramoni Clyde Griffiths kambag'al oiladan chiqqan oddiy yigit. Uning bitta katta orzusi bor edi: boy va obro'li jamiyatga qo'shilish. Bugungi tilda aytsak, u trendda bo'lishni, eng elita qatlamga kirishni xohlardi. Clyde maqsadiga erishish uchun tinmay harakat qiladi. Boy amakisining fabrikasida ish boshlaydi. U yerda oddiy ishchi qiz Robertani sevib qoladi. Hammasi yaxshi edi, toki uning hayotida haqiqiy boy va go'zal qiz Sandra paydo bo'lgunicha. Sandra Clyde uchun boy hayotga ochilgan oltin eshik edi. Ammo bir muammo bor. Oddiy ishchi qiz Roberta undan homilador bo'lib qoladi. Clyde ikki o't orasida qoldi. Yo mas'uliyatni bo'yinga olib, kambag'allikda yashash kerak, yoki boylik ortidan ketish kerak. Nafs va vizual go'zallikka uchgan Clyde dahshatli yo'lni tanladi. U Robertani qayiqda sayrga olib chiqadi va qizning cho'kib ketishiga sababchi bo'ladi. Yakunda nima bo'ladi? U na boylikka erishadi, na baxtga. Uni o'lim jazosiga hukm qilishadi. Xo'sh, bu fojia nega hozirgi davrga ham mos kelmoqda? Chunki bugun ham minglab yoshlar tashqi aldovlar qurboni bo'lmoqda. Odamlar Instagramdagi chiroyli rasmlar uchun qarzga botmoqda. Birovlarni aldayapti, hatto eng yaqinlaridan, sevgisidan va vijdonidan ham voz kechib yuboryapti. Amerika fojiasi bu shunchaki kitob emas. Bu o'zligini yo'qotib, faqat pullar va status ortidan quvgan har qanday jamiyatning fojiasidir. Haqiqiy muvaffaqiyat tashqarida emas, ichki xotirjamlik va halollikdadir. Aziz qadrdon, sizningcha Clydening o'limiga faqat uning o'zi aybdormi, yoki uni shunga majbur qilgan jamiyatmi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha